Menga qara, mollarnikini yaxshilab tozalada, bularni chiqarib yerlarga to'kish kerak. Tez qimirda. Mana shu mollarizam, tapilarizam hamma narsa jonimga tegdi. Meni ham uylantirasizmi? 20 o'rta kirdim. Ey, bacha, to'xta. Nima deysiz? Uylanasanmi? Ha, uylanaman. Bo'lmasa Rayimni qizini olasan. Rayimni qizi bo'lmaydi, semir yotdi. Bo'lmasa Abdukarimni qizini olasan. Abdukarimni qizini ko'rganmiz, Abdini ko'rganmiz uni? Bo'lmasa Dostonning qizini olasan. Dostonning qizi? Ha, mayli, o'z bilasiz. O'yla, beraki. Voy. Nimaga tushunmaysan? Dadang baribir yo'q deydi. Parizoda, dadamni men o'zim ko'ndiraman. Yuring ketdik. Rayim, meni yerimdagi prinslarni ham olinglar. Dada, nima desangiz deng. Oxiri bo'lmay ketdi. Men o'zimga xotin olib keldim. Ana, malades, haqiqiy o'g'il bola. Menga qara, eski paytda ham ota-bobolarimiz xotinlarni olib qochib kelgan. Malades, ota-o'g'il, mana erkak, mana mushuk. Menga qara, endi bu kelinay, yuzini ochsa bir ko'raylik. Kelin ochasiz. Tangri, sinfdosh qalaysan? Ya, onang emir bu sinfdosh, sen bacha emas ekaningda, sen it ekaningda, seni o'rningga it boqsam, qanday unday bo'lishi mumkin, ha? Qanday? Ha, dada 20 o'rta kirdim. Men ham uylanishim kerak-ku. Uylan bacham. Uylan, men hech nima demadim. To'yingga ham qilib beraman. Qanday meni sinfdoshimga uylanasan? Qiz o'zing tengiga uylan. Nima qiliq bu? Ha? Sinfdosh? O'g'lingni o'zi yaxshi ko'raman dedi. Yaxshi ko'rdingmi? Ko'rdim. Qayerda ko'rding? Vaqt yo'li yo'q. Qanday buni qayerda xato qildim mana? Qayerda xato qildim? Bilmasam, qayerga xato qilgan. Nima bu? Ko'laki ichasizmi? Kim berdi buni? Sinfdoshingiz? Nimaga bachaga kola berding? Ana shu kolani men bacham 26 yil oldin ichmagandim. Ot buni kuchiga ichsin. Turka!